Ular bilan yuzma-yuz jang qilmaganimiz ma'qul. Arab qabilalari birlashib hujum qilmoqchi. Fors yurtida yashaganimda bosqinchidan qo'rqsak, xandaq qazir edik. Dushman yaqinlasha olmasdi. Ularga kamondan o'q uzar edik. Yaxshi fikr, yo Rasululloh. Salmon yaxshi taklif aytdi. Ilgari arablar bunday yo'l tutmagan. Dushmanlarimiz nima qilishni bilmay qoladi. Shaharning faqat shimoliy qismi himoyalanmagan. Sharq tomondan o'tib bo'lmaydi. G'arb tomondan ham o'tib bo'lmaydi. Otliqlar uchun noqulay joy. Ha, to'g'ri. Lekin shaharning janubidagi baland uylar devordek turibdi. Uning ortidagi xurmolar o'tishga xalal beradi. Sharq tomonida Bani Qurayza joylashgan. Ular biz tomonga dushman o'tkazmaslikka va'da bergan. Shimol tomonda Sal tog'i yonida xandaq qaziymiz.